Assalomu alaykum, kanalimiz ashaddiy obunachilari, chorva qo'y ishqibozlari akalar. Bugun hafta kunimizga shanba 24-yanvar 2026-yil syomkalarimizni Namangan viloyati Namangan tumani Sharzonchi o'qituvchilar qishlog'i Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Videoni erinmasdan oxirigacha ko'rdinglar. Xudo xolasa sizlarga qo'ylarni haqiqiy dorilardan kelibdi, chiroyli qilib ma'lumotlarni berib, yoritib berishga harakat qilamiz. Hop, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa mana shu qorli havoda ham sizlarga chiqarib, olib kelib chiqarib berishga xudo xolasa harakat qilyapti turgan Asrorbek ukamizni qo'rolar kelganmiz. Va alaykum assalom, tuzumsiz? Rahmat. Assalomu alaykum obunachilar. O'rmonga chaqiramiz. Aka, xudo xolasa bugun 3 partiya qo'yimiz bor. 3 partiya. 3 partiya qo'yimiz bor, lekin shuni qo'ylarni chitga va saqlayib turganlarimizni natishni boshladi. Xudo xolasa zo'rlardan olib kelsiz. Narx ham zo'rmi? Narxi ham zo'r aka. To'g'risi gap, bular baqqandishimiz deb turib, yaxshilikqa sotilyapti qo'ylar aka bular. Xudo xolasa. Aloqaga chiqsa aka, telefon yordamini bitirishga harakat qilaman aka. Bitta, ikkita olaman deganga yoshlarni ko'rsatib, bo'ylarni o'lchab tashlab beraverasiz, ama bemalol. Aytyapman, har safar aytgan telefonni mart odamni 1 minut ishini bitirib beraman. Xudo xolasa. Ishlari bitirib. Bugunga partiyalar bor. 3 partiya, 3 partiya qo'yimiz bor aka. 2 partiya so'liq, 1 partiya bitta qo'zimini qo'shqor so'lig'imiz bor. Boshida gaplashib o'tib ketaylik-da. Bitta ikkita olaman deganga ham bemalol, lokatsiyalar tashlab berasiz. Lokatsiyalar tashlab beramiz aka. Xudo xolasa. Kelib ko'rib olaman deganlarga. Xudo xolasa olaman degan odam ishini bitiraman. Gap yo'q. Obunachilar bo'lsa ko'p cho'zmaymiz, chunki partiyalarimiz ko'p ekan. Xudo xolasa bemalol aloqa chiqaverasizlar. Qo'ylarni haqiqiy mana zo'rlaridan kelibdi obunachilar. Zotga shu qo'y qilib olaman degan aka hoji bolaga bo'g'oza Xudo xolasa Asrorbek. Mana Xudo xolasa qorin tashab qo'ygan, to'llari ham chiroyli. Mana qaranglar. Taglari ham aka. Na qo'lyapti. Xudo xolasa mana qaranglar. Sifatlari o'ta chiroyli. Mana obunachilar Xudo xolasa yaqin mana hammasi. Hop, Asrorbek son nechta bu yerda? Son 16 dona aka. 16 dona, bir pachka. Obunachilar turgan puldan foyda yo'q. Olib tashlang, Xudo xolasa mana bu arzonligida olib qo'yaman. Qo'ylar qaranglar, bunaqasini. Sifati o'ta chiroyli. Yebishlari yaxshi? Yebishlari aka, sog'lik salomatligi zo'r aka. Bir haftaga holati bor. Bemalol. Bemalol aka. Bo'ylar nechiga berib yuboramiz? Asrorbek ma'lumotlarni berganimiz ham yaxshi-da. Endi obunachilar bir ko'z bilan realni ko'rgan ham yaxshi. Ko'rsatmayapti aka. Xudo xolasa. Tortishni ko'rsatmayapti aka. Bu qo'yni quloqlarini ham qarang. Jonivor. Qo'y qilib olaman deganlarga obunachilar bitta tushib ko'ravering, taxminan shuni ko'raylik mana. Mana aka. Chunki realni bo'lgani yaxshi-da. Mana obunachilar o'zlarini ko'rib olaverasizlar bemalol. Nechiqqanni yirigidan bitta kichkinasidan o'lchaymiz. Bo'ldi aka. Shu ichidan qarangchi, bitta kichkinasidan shu ancha. Chunki chiqarib yubar degan odamga realni bo'lib qoladi-da. Xolasa bo'yim o'ndaqa ekan bemalol bilib olishaveradi. Mana obunachilar ko'rib olaverasizlar, o'zlarini bemalol 90 turibdi. Xudo xolasa, mana qaranglar, oq yuzladi, jonivorlar tozalaridan kelibdi. Kelganda olib qo'ying, xudo xolasa. Hop, yoshlarichi, Asrorbek? Yoshlari aka 2 tish, 4 tish, 6 tish. Qari qo'yim yo'q. Qari qo'y yo'q. Qari qo'y yo'q aka sizda. Bemalol ko'rib olishaveradi. Qo'ylarni bitta-bitta chertib olingan, terilgan qo'ylar. Yetirib, bichirib, yog' sapulni berishadi Asrorbek. Aka bemalol aka, borishadi, shopir kutib turaveradi aka 5-10 minut. Bemalol, ha? Xudo xolasa. Obunachilar mana haqiqiy sifatligidan zo'ridan olib boqaman deganlarga, ko'paytiraman deganlarga bobo olib ko'rsatmayapti o'zini bitta-bitta. Mana qo'ylar qaranglar, dumbar azizlari ham cho'tki, kalla boshlar, qo'llari ham chiroyli. Mana qo'ylar qarang. Ash qo'ylar 95 aka. Jonivorlar haqiqiy Kallalarni qo'y qilib olaman deganlarga o'sha bolani yaxshi qo'chqor zo'rini qo'shasizlar. Ketingisiga ham xudo xolasa, ketingi ozoq yuz. Qaranglar. Hop, Asrorbek xudo xolasa yoshlari yosh dedingiz, ha? Yoshlari yosh aka qo'ylar. Nechta tishgada u? Birinchi qoni tishdan aka 6 tishgacha bor. 2 tishdan 6 tishgada u, ha? Xudo xolasa 2 tishdan 6 tishgada. Yosh variantlari ekan obunachilar. Mana. Bu qo'ylar qarang aka. Haqiqiy sifatlari o'ta ideal darajada. Necha puldan berib yuboramiz Oftumiga? Aka, misol bu qo'ylarda birov qo'lashib qolsa aka o'zingiz bilasiz, nech puldan o'ylab turman. Men yengil-yengil aka yengil-yengil. Yo, aytdingiz, arzon oldim, arzon beraman dedingiz. Shu uchun keldim, yo'qsa bu qorda kelmasdim. To'g'ri aka. Xudo xolasa yengil-yengil qilib beraman. Aka 11 million, 10 million ham yo'q. Dangal gap. Dangal aka 9,5 milliondan pul sanasiz bitta joyga sotaman. 9,5 million so'm. 9,5 milliondan. Sakilishtiring Oftumiga olgan odamga. 16 tami? 16 taga soni. Dangal gapiring 16 tasini Asrorbek. Qo'yingiz zo'r, lekin tan olaman, qo'yingiz zo'r, lekin narxini sal. Summadan 1 million bersam bo'ladimi? Summadan 1 million emas.
9 atrofida gaplashamizmi? Yo'q, 9 atrofida gaplashamiz aka. Yo, dangal ayting. Dangal aytaymi? Ha. Aka Neyda 9 million 200 dan olsa sotdim. 9 million 200 dan. 9 million 200 dan 9 million 100 dan. Bo'ldi. Yo'q, endi aka. Ya, hammasini olganga tushganda aka 300 ming. sizdan olib maza qilib, bola olib duo qilish yurishadi mana shu narsadan. Baraka. Baraka aka. Baraka olsun. Obunachilar 9 million 100 ming so'mdan 16 tasini xudo xolasa mana. Bemalol. Lekin bitta talla olsa To'g'ri. 10 milliondan kelisharmiz aka. To'g'ri gaplar, mana qo'ylarmi? 10 milliondan ham kelisharmiz. To'g'risi obunachilar bunaqalarni o'zlaring ko'ryapsizlar. Dangal gap 12 million, 13 million bo'lyapti. Xudo xolasa optimiga ketsa, bemalol mana 9 million 100 ming so'mdan yaxshi narx tavsiya qilaman lekin. Olib qo'yinglar mana, xudo xolasa. Yeb-ichlar yaxshi deyaptilar, bemalol yedirib, ichirib, yoqsa pulni sanab beraverasizlar. Seleksiya qilaman degan akalar telefon qilsa aka, qo'ylarni zo'rini yana yig'ib beraveraman aka. Bemalol, ha? Xudo xolasa. Qancha ko'rishib turamiz, aloqaga chiqishimiz aka. Bizda uzilmaydi bu narsalar. Yo'masam obunachilar, bitta ikkita olaman deganda bemalol kelib ko'z bilan ham ko'ringlar. Qo'ydi ko'z bilan ko'rganga ham yetmaydi, lekin haqiqiy men tavsiya qilaman. Qo'ylarni zo'rlardan xudo xolasa yetib ketdi. Ulgurib qolinglar. Yo'masam keyingi partiyalarga o'tamiz. Xo'p, yo'masam obunachilar ikkinchi partiyamizga ham o'tamiz. Mana ko'rib turibsizlar, sifatlilaridan ko'paytiraman degan aka-ukalarga, hoji bolaga o'ta tiniqlaridan. Ona bolasi ham bor ekan, xudo xolasa. To'llar chiroyli, qo'yib olaman deganlarga, ko'paytirib yuraman deganlarga yaxshi variantlar ekan, xudo xolasa ikkinchi partiyamizga. Asrorbek soni nechta bu yerda? Son aka, bu yerda O'zingiz ham bilmaysiz. hop 4 ta, 6 ta, 8 ta aka. Bitta ona bolasi bor. Bitta ona bolasi ham bor ekan. Ona bola sherigim bularni? Aka, ona bola adin narxi beraveramiz. Adden narxda berilaveradi. Ishqibozlariga. Xudo xolasa ona bola qaranglar. Sim junagana jonivor. Xudo xolasa mana ko'paytirib yuraman deganlar. Urg'ochimi yo qo'chqor? Urg'och aka, Urg'ochimi? Ko'paysin ekan obunachilar mana. Ona bolani o'zini ham sotib yurishaver ekan bemalol. Xudo xolasa. Ha, qaranglar, kalla boshlari ham chiroyli ekan. Obunachilar tavsiya qiladigan puli yengilroq, chiroyli variantlar. Xudo xolasa. Jonivor. Mana qaranglar. Hammasi susmas, chars qo'ylari. Baqsangiz mana shunaqasidan boqib ko'paytirsangiz, xudo xolasa. Voy, Qo'ylar o'ta chos. Mana Etti bu qorda sig'anib ham ketasiz. 2 tish ekan, ha jonivor. Xudo xolasa. Mana obunachilar 2 tish, 4 tish variantlari bular. Ona bolamiz-chi, nechinchi bolasi? Oldi bola ikkinchi bolasi, onasining yoshi 6 ekan. Ha, ikkinchi bolasi. Xudo xolasa. Qarang aka, janovar. Hop. Son nechta dedingiz? Ona 8 dona ona bolasi bilan aka. Zo'r boqibdi, bolani ham zo'r beribdi obunachilar, xudo xolasa. Hop. 8 donami ona boladan tashqari? Yo'q, ona bola bilan 8 dona aka. Ha, 7 donasi nech puldan ketadi endi? Shunda yeb-ichlari yaxshi, xudo xolasa. Yosh variantlari. O'ta go'zal aka. Narxi Yengil qo'yaman aka, so'ramaysiz. bo'ladi ekanini aytganda, mayda juda. Aka 7 milliondan bir joyga tortib sotdim aka qo'ydi. 7 million so'mdan. Qayerga do'dasibka xizmatlar? Toshkentgacha meni bo'ynim. Yaqinroqqa-chi? Yaqinroqqa telefon qilsa, o'z summa o'tib beraman aka. Barakahini bersin. Obunachilar, xudo xolasa. Ona bolani nech pulga berib beramiz? Ona bolani kelishamiz aka mana. Mana. Qo'ylar qarang. Simjun variantlari. Mana. Ikkita Yuzlari ham tiniq, xudo xolasa. Ona bolam bo'ladigan nech pulga bir kishiga? Aka ona bolam bittasi o'taydi. Mana, obunachilar. Nech pulga berib beramiz ona bolam? Bo'ladagani 10 millionga beraman aka. 10 million so'mga. Telefon qilsa Xayri ham bormi? O'tib ham beraman. O'tib ham berasiz. O'zlariga o'tib beraman. Ish bitadi, kelgan odamga ham, telefon qilgan odamga ham. Telefon qilgan odamga ham ish bitganda aka, kelgan odamga lokatsiyalar tashlab beraman aka, telefon qilsa aka, chiroyli qilib kelishtirib ham beraman. Bemalol, xudo xolasa. Aytilgan narx bo'lmaydi aka, o'tib beraman. Gap yo'q. O'tib beradigan yerda bor obunachilar. Bemalol aloqaga chiqinglar, ish bitadi. Xudo xolasa, mana ishqibozlarga aloqa ochib ko'rasiz. Chiroyli, yosh variantlar, uzoq bola olib ko'paytirib yuradi. Bundan keyin o'zlaring xohlagan qo'chqorga zo'riga qo'shasizlar. Qolsa bolani olib yuraverasiz. Bo'lmasa keyingi partiyalarga o'tamiz obunachilar. Hop, hurmatli obunachilar, keyingi so'nggi partiyamizga qo'chqor sog'liqni yarchkalari so'raganlarga o'ta go'zalidan, sorti boridan, zoti boridan mana ko'paytirib yuraman deganlar o'ta tana quloqlar ham but-butun, xudo xolasa, mana qaranglar, sifatini ideal darajada ekan. Mo'g'an oq yuzlaridan. Tozalardan aka. Mana dumbarazizlarni ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Xudo xolasa hamma yo'g'i joy-joyida. Quloq tashlashlariga e'tibor beramiz. Qo'ydi boqmagan odam ham sraz buni zotini bittada tushunib oldi o'zi. Obunachilar, xudo xolasa mana zo'rlaridan olaman deganlarga. Asrorbek qo'chqor sog'liq ekan-a? Qo'chqor sog'liq aka, lekin o'zidan ko'payishing bo'ladi aka. Oyoq qo'lini baquvvatligini qarang, obunachilar.
Bu kellani qarang. Kella bilan o'zi aka bu boshqa tema bunda. Bu chiqardi. Gap yo'q, hozir bo'y bastlarni ham o'lchab beramiz. Bo'y bastlarni Realni o'lchab bo'lsin. beramiz, aka, mana. Ha, bo'y bastlarni. Realni Boshlarni ham o'lchab beramiz. Obunachi. Yo qo'yavering taxminan Mana aka. 80 ga urib Ha. Xudo xolasa qo'chqorimiz. Sovuq ham chiqadimi? Yo'q. Mana Xudo aka. chiqib qoladi bu ham 80. Sovuq ham shunday aka. Mana, yana quloq boshlarini ham bir qator o'lchab beramiz aka. Mana bu ham 80 ga olishaveradi aka. Bemalol. Bemalol. O, qaranglar. Mashalloh. Mana kalsov Alohida aka. tema ekan. Kalsov qo'yamiz. Mana aka. 20 plus olishaveradi aka, xotirjam. Bemalol. Ha. Kengligini ham o'lchab qo'yaylik, quloq kengligini. Mana aka. Quloq kengligi ham 10. 10 sm ekan. Hazlagan emas obunachilar. Oyoqlar qarang aka, oyoqlarga ahamiyat beraman. Mana, Qo'z aka. o'ta 4,5 oylik qo'z aka bular. 4,5 4,5 oylikdan. oylik qo'z variantlardan. Gap yo'q. Yarishkalar. Yebishtlari-chi? Yebishtlari aka kafolati men beraman aka. Bemalol, ha? Bemalol. Telefon qilsa aka liniyasiga chet beraman. Xudo xolasa. Ha, qo'yaveraman. Jonivorlarga qattiq ahamiyat beraman. Hop, narxchi, narxi. Narxi yengil bo'ladi aka, xudo xolasa. Mana yurish turishlari ham xudo xolasa muammo yo'q. Umuman. Stoykalariga ham e'tibor beramiz, o'ta chiroyli. Hop. Asrorbek narxi bo'ladi ekani dangal. Narxi bir joyga olsak $750 dan yetkazib beraman. 750 dollardan Lekin aka olaman degan odam telefon qilsin. To'g'risi gapda bu aka o'zimizga g'azlab pul kelmagan, o'zimiz baqamiz, seleksiya qilamiz dedi, lekin yaxshilikqa sotyapti aka qo'ylarni. ozmos qolsa Ha, o'zimiz sotiladi. aka. Xudo O'zimizga xolasa. manzam pul kelmagan. Gap yo'q. Obunachilar mana ishqibozlari siraz aloqa ochib ko'raverasizlar. Ha, toza narsalar, bolasini olib ko'paytirib yurasizlar, xudo xolasa mana. Haqiqiy toza narsa. Ko'ryapsizlar, bunaqalar $1000 dan ham berishmayapti. Dangal gapda. Olib qo'yinglar mana. Sizlarga tavsiya qilaman mana shunaqa mana toza narsalarni. Ikkalovi yosh variant, mana qaranglar, stoykalari o'ta chiroyli. Hamma yo'g'i joy garbonus, dumbarazres, oyoq qo'li baquvvat, 4 oylik qo'zida bunchalik. Mana. Haqiqatan olar. Bu so'nggi partiyamiz a. Xo'p, yo'lmasam obunachilar, videolarimizni ataganchilar oldin o'zir sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, hammalarning choralarini Alloh baraka ko'rsin. Mana shunaqa sifatli qo'ylar hamma uyda 100 yosh, 200 yoshdan bo'lib ketsin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga chiqarishda davom etamiz.